Mana shu Javohirda hozir boshi suvga to'lgan. Oldin shont qo'ygan, suvni olish uchun mana shu shont orqali suv olingan bo'lgan. Hozir Termiz shahrida har 4 kunda birida suv oldirib turiladi. Agar suv olinmasa, buni boshi juda ham kattalashib ketadi. Agar Javohirjonga yordam bermasak, hayoti xavf ostida qolishi mumkin. 20 ming dollar bilan Hindistonda davosi topilgan. Mana shu Javohirjon uchun albatta befarq bo'lmaysiz deb umid qilamiz. Pastda o'zlarining kartalari turibdi. O'zbekistonda bardavom bo'lasiz deb umid qilamiz. Agar qo'lingizdan kelmasa, shu video rivoji uchun like bosib, albatta kommentariyaga duoingizni ayamaysiz deb umid qilamiz. Shu videoni tarqatib qo'yib, o'z profilingiz istoriyasiga qo'yib berasiz deb umid qilamiz. Bo'l Javohirjonni inshaalloh Hindistonda operatsiyasini qildirib, yaxshi kunlarda ham birga bo'lamiz. Biz hozir Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanidamiz. Bo'ldi, Javohir, bo'ldi. Iltimos xalqim, o'g'limni hayoti xavf ostida. Beto'r bo'lmangizlar. Sizlardan iltimos yordam beringizlar. Befarq bo'lmasliklaringizni iltimos qilamiz.